Ey Allohim, bir bandang bor, yoshligini qurbon qilgan oilasi uchun. Issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay, musofirchilikda ishlab yurgan bir bandang bor. O'zi xohlamasa ham yoshligidan kechib ota o'rnini egallashga majbur bo'lgan bir bandang bor. Akamni umrini uzoq qilgin Allohim. Nimaiki boyliging bormi, akamga ber. Nimaiki yaxshi niyatlaring, yaxshi amallaring, yaxshi rejalaring bormi, akamga ber. Nimaiki yaxshi ne'matlaring bormi, akamga ber Allohim. Akamni umrini uzoq qil. Oilamni, aka-ukam, singlimni yoshligidan kechib shu ukamlar yaxshi joyda o'qisin, yaxshi joyda ishlasin deya, moddiy tarafdan kamchilik bo'lmasin deya yoshligini qurbonlik qilgan akam bor. Barcha akalarning umrini uzoq qilgin Allohim. O'zing mana shu